Siz o'zingizni bir joyda qotib qolgandek his qilasizmi? Ish qoniqtirmaydi, moliyaviy ahvol yaxshi emas, munosabatlar yoki sog'liq bilan bog'liq muammolar bormi? Hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz? U holda avvalo fikrlash tarzingizni o'zgartiring. Ushbu kitoblar esa sizni yangi darajaga olib chiqadi. Birinchi kitob buyurtma asosida geniallik. Noodatiy yechimlar va g'oyalar. Muvaffaqiyat kreativlik va energiya tug'ma iste'dod emas, balki rivojlantirish mumkin bo'lgan ko'nikma. Ushbu kitob sizga noodatiy fikrlash va kreativ g'oyalarni tez va samarali ishlab chiqish yo'llarini o'rgatadi. Ikkinchi kitob depressiyani bekor qilamiz. Doimiy charchoq, hayotga qiziqish yo'qolishi, tushkunlik sizni qiynamoqdami? Bu muammo emas. Bu kitob sizga depressiyadan chiqish va ichki energiyangizni qayta tiklashga yordam beradi. Uchinchi kitob geniylar va outsiderlar. Nega ba'zilarga hamma narsa, boshqalarga hech narsa? Nega ba'zi odamlar tez muvaffaqiyatga erishadi, boshqalar esa yillar davomida joyida qolib ketadi? Bu kitobda muvaffaqiyatning yashirin qonunlari haqida bilib olasiz va ulardan qanday foydalanishni o'rganasiz. Bu kitoblarni biz mutlaqo bepul taqdim etamiz. Kommentariyada geniy so'zini yozing va hayotingizni o'zgartiring.